Assalomu alaykum. Qadrli Katta yo'l issiqxona kanalimiz qadrli obunachilari, kuzatuvchilar. Esinglarda bo'lsa, issiqxonani qanaqa qilish kerak, qaysi usulda qilish kerak deb birinchi qism videoda qilganmiz. Endi bu safar ikkinchi qismini qilib berishga keldik, xudo xolasa. Hali yerda yotgan dugalar xudo xolasa tishlanib, ichki paravoylari bo'lib, termizlari hamma yo'g'i tayyor bo'ldi, ekishga tayyor bo'lgan. Orada bir video qilishga ulgurmay qoldik. Birinchi bitta qism o'tib ketib qoldi. Endi bir yo'li shu qismda hammasini bir chegadan ko'rsatib tushuntirib beramiz. Mana keyingi yarim gektarlik ham shu tayyor bo'lishga kelib qolgan, xudo xolasa. Ikkinchi yarim gektarlik ham bitdi deb qopti. Ratoylari qo'yilgan, mana ko'rib turibsizlar. 3 metr yerdan balat holatda bo'lgan. Endi hozir manaqa 3 qator tortqiliklari beriladi. Shun bilan xudo xolasa yopiladi usti. Termizlar qilinib, bu ham shu ekishga tayyorlanadi. Xudo xolasa bir chekadan mana hammasini tayyorlab qo'ygan ustalar, yangi yil olib hamma dam olyapti. Xo'p, yarim gektarlik mana shu holatga kelgan. Mana atrofiga betonlar quyilgan. Mana o'rtalariga har bir oyoqda yana quyilib chiqadi. Bu yarimgacha bo'lgan. Ustalar yangi yil arafasi olib dam olib qo'ygan. Mana bu o'tgan safargi olgan videomiz. Nariyoqlarda kechasi panar yoqib yurib oluvdim, o'sha bitdi mana. Ko'rib turibsizlar, bu yonboshdan ham portche qilingan. Bu yoqdan ham ochiladigan qilingan, tepalariga mana mashinaning disklari bilan o'rtaga 23 lik turba tashlashganda ochiladigan qilingan. Bu yog'i o'sha endi bitayotgan yarim gektar. O'rtada 5 metr joy qolgan. O'ng e'tibor berasizlar, menga latoy quyilib, bu yerlar kelajakda stashga bo'ladi, asfalt bo'ladi yoki latoy quyilib, bunaqa har bittasi ariqqa tushib dalaga bu yoqqa yo'lga chiqadigan qilib asfalt qilishgan. Mana ko'rib turibsizlar latoyni ham. U boshida ham xuddi shunaqa, bu boshida ham o'rtadan bu yoqqa uklon bo'lgan mana. 89 lik polietilen turbada tushirilganda ikki tomonga tarqatilgan. Ko'rayotganlarda shu mana mashinaning diski qo'yilgan, ip o'raladi, o'ralgan sari ochiladi, o'zi tashagan sari yopiladi, ochilib yopilaveradi. Hozir bu ochiq holatda turibdi-kan. Arg'amchisi yotdi, arg'amchini bo'shatgan sari bu arg'amchiga o'ralib pastga tushadi, yopiladi mana. Teshib chiqilgan. Yopiladi shu holatda. Termizlari o'zi qilingan, mana orqalari qo'ygan. Hozir ichkarini ham ko'rib, sistemalari, atato'yinlari qanaqa bo'lganlarini ko'rsatib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Net soti bo'lishidan qat'iy nazar qilib beramiz. O'zimiz Andijondan, Andijon ichi yaqin atroflar bo'lsa bir sotidan u yoqqa ketaveradi. Endi vohalardan, uzoqroqlardan, bizga uzoq joylardan zakaslar bo'lsa, akalar to'g'ri tushirasizlar. 5 soti, 10 soti tepasi bo'lsa, kam 10 soti bo'lsa bizga ham qoplaydi, arzonroq tushadi. Agar uni kami bo'ladigan bo'lsa, sizlarga licha qimmatroq tushib bo'ladi. Chunki biz ham qoplashimiz kerak. Katta yo'lga alohida nomer, issiqxona bo'yicha alohida nomer qo'yib beramiz. Ikkovi ham o'zimizga qarashli. Bemalol aloqaga chiqib, boshini og'ritib, savollar bo'lsa bemalol savol javob qilishingiz mumkin akalar. Endi sekin hozir ichkarini ham ko'rsatib o'tamiz sistemani. Yana birga mana alohida 30 metrdan suvga azilyapti-ku. 30 metrga alanib, yana 30 metr 60 metrdan suv chiqarishyapmiz teplitsa uchun maxsus. Xo'p, mana o'sha ichkariga ham kirib oldik. Xuddi shu yerlarda dugalar yotgan panallarni yoqib video qilganmiz. O'sha mana ekishga tayyor etdilar, yerni tayyorlaydi, ekishni boshlashadi. Xo'p, atapleniyaga kelsak, 50 sotikka ikkita katta yo'l qo'yganmiz. Xo'p, o'rtada yo'llar bor, bola yurgan yerda yo'llar bor. Uni bu yog'i 25 sotik, uni bu yog'i 25 sotik. 25 sotik sistemasi, katta yo'ldan bitta padash chiqadi. Keladida o'rta bilan ko'rganda uklon turibdi, ko'rib turgan. Uklon bilan bu yoqqa kelib turib, bitta tushyapti-da, ikki tomonga yana samolyot qanotiga o'xshab uklon bo'lib pasayadi-da, suvlar tarqatishni boshlaydi.
Ko'rayotgan bo'lsanglar 76 padachi. 76 dan mana buni bu yog'iga yarimiga уже 4 ta padachi pastki 40 ga berilyapti. Mana 76 57 dan tushyapti. 5 taga 57 li bor turib 5 ta 40 ga tarqatyapti. Bunaqa qilishning sababi mana har bitta qatorga sentralni 76 padachidan 40 ga olinadigan bo'lsa, mana o'rtalar уже aylanib qolaveradi, nari chekalarga issiq bermaydi. Shuni hisobidan o'rtalar suvda olib ketib qolaveradi, nari burchaklar qiynaladi. Mana shu usulda qilinsa 57 уже teng taqsimlab qo'yadi. Suv tarqalib ketmaydi mana. Undan tushadi. Bu padachi bilan narigi padachidan issiqlik tushishi bir xil bo'lib qolib, sistemalarga polni teng taqsimlanadi. Hop, endi bu tomoni ham shunaqa mana. 1 2 3 4 bu yoqda ham 4 ta teng taqsimlanganda mana o'rtasi bu kranni qo'yilgan. Ko'rib turibsizlar, kranni nimaga bunaqa kranni qo'yilgan desa, padachi keladi, ikki tomonga burilgan, katta yo'l mash tomonda abratga bitta selik tortilgan, katta 76 lik. Har bittasi bor abratga urilib katta yo'lga chiqib ketadi. Katta yo'lga chiqib ketganda bu yoqda abratgadan motor tortish kuchi tez bo'lib ketib qolgandan bu yoq aylanadi-da, bu yoq silab yo'q bo'lishi mumkin. Shuni hisobidan bu yerga katta zadishga qo'yilgan, padachi qisilgan hisobidan u yoq ham bir xilda narigi boshi bilan Tbilisidan u boshi bilan bu bosh padachi issiqliklari padachi abratgalar teng taqsimlanadi. Bunga ko'pchilik e'tibor bermaydi, qiynalib miyasi qisib yuraveradi. Katta yo'l o'rtaga qo'yilsa kerak emas bu narsa. Katta yo'l bir tarafga qo'yilgani uchun abratga bitta bo'lgani hisobidan kranni qo'yish kerak. Qo'ymasa qiynalib qoladi. Bu usulda o'tgani ko'p yerda sinaganmiz. Zo'r chiqqan. 25 so'tga xudo xolasa 360-400 kilo orasida ko'mir rasxoti bilan ichkari 18-20 oralig'ida ushab zo'r holatda bir zapravka bir kechaga yetib chiqdi. Misol shomdan oldin shunaqa paytlarda bitta zapravkani qilib katta yo'lda yo'qadi. O'sha ertaman 8-9 gacha katta yo'l yetib beraveradi. Ko'mir, katta yo'ldagi ko'mir. Shu holatda bo'lgan mana. Termizga ham e'tibor bersak, mana Termiz sim o'rtadan sim to'qil tortilyapti-da mana. Simga ilib mana 1 2 3 ta sim bor. Simni pastidan olib o'tib tortilyapti. Chiroyli turibdi. Orada 1 metr zazor bor, mayli yarim metr. Mana shu yer issiq sovuqni zo'r ushib beradi. Vakuum hisob to'piladi, ichidagi havolar vakuum bo'lib qoladi-da. Tepadan sovuqni kirgizmaydi, pastdan issiqni chiqarib bermaydi-da, bir xil ushab beradi. Bu Termizning foydasi 5, 7, 10 gradusgacha farq qilishi mumkin. Misol Termiz yo'q holatda ichkari 10 gradus turgan bo'lsa, shu Termiz qilinsa 15, 17, 20 ga ham issiqlik chiqishi mumkin. Termizning foydasi rosa katta. Mana portuchkalar yopilyapti, ko'rsatgan portuchkamiz akalar yopilyapti. Ana yopildi, xudo xolasa. Biz buni ham yopadi, ko'rsatib beramiz. Yopilib bo'libdi bu yoqda. Bittasiga yurib topsiz, deyapti. Shunaqa holatga qilingan. Endi mana uni ochiq turibdi, uni oralari tikib chiqiladi. Mana bularga o'xshab tikiladi. Vakuum hisobida bo'lib, issiqni zo'r ushab beradi. Issiqni ushab beradi, bo'lmasa issiq qiyin, ichkarni issiq. Shu endi Tbilisi sohasida ham, Ataplin sohasida ham shu 50 so'tga ikkita katta yo'l qo'yganmiz. Katta yo'lni ham hozir chiqib video qilib qo'yamiz, ko'rsatamiz mana. Abratga bitta hisobidan tortadi, motor tortib berishi mumkin kuchliroq. Mana hisobidan o'rtaga kranni qo'yganmiz akalar. O'rtalari 40 lik, padachimni tushib taqsimlanishi 57, bu yoqlari 76. Bo'ldi. Xudo xolasa shu holatda mana chekalari ham mana Termizlari qilingan. Chekalari 20-30 sm tepaga chiqqan sari kattalashib ketaveradi. Termiz haqida ham bir yo'l tushuncha bo'ldi degan umiddaman. Termiz qilish kerak. Termizsiz katta yo'l 1000 udar bo'lsa ham, 1000 sistema kuchli bo'lsa ham Termiz yo'q bo'lsa qiyin. Qishki kunida buni behqonlar zo'r biladi, yaxshi biladi. Xo'p akalar, kimda qanaqa savollar bo'lsa Telegram lichkamizni qo'yib qo'yamiz, imkon qadar yozishinglar mumkin. Yo'qsa kommentariyada ustalari, professionallar bo'lsa, biz hatto kamchiliklarimizni to'g'rilab ketsanglar xursand bo'lamiz. Bizlarga yomon ko'rish, xafagarchilik bo'lmaydi, navrot xursand bo'lamiz. Chunki yildan yilga xatolar ustida ishlab, yana takomillashish, mukammal bo'lishga harakat qilaveramiz.
Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, отопленияmi, issiqxonami, terimizni salafan yopishmi, aloqaga chiqib olasizlar. Nomerlar qo'yib qo'yamiz. Issiqxonaga alohida nomer. Hop, отопление katta bo'yicha alohida nomer, aloqaga chiqib olasizlar. Akalar, xizmatinglardamiz 7/24. Xizmatinglardamiz, aloqaga chiqib olasizlar. Katta issiqxona doim xizmatda.